Yabancılarda bekletip çaçıklar. Adrestege. Korkutmaya çaçıklı verin. Bismillahirrahmanirrahim. Manaka quvonch, shikayat to'y boshlabsizlar. Bu musulmonlarga tamoq berish yaxshi narsa-da. Ya'ni o'shanda o'tganlarning orqasidan bosh Qur'on o'qib sovuni bag'ishlash bu yaxshi narsa. Yo'q, bundan biz yaxshi narsa borda quvonch. Eğer adam 5 vakit namazga beken bo'lib, mesjidga kuniga 5 vakit duo qila turgan bo'lsa, o'sha o'tib ketganlarning orqasidan ardam savob jetib turadi. Shuning uchun men aytayin deganim, namazga beken bo'g'lar, mesjidga beken bo'g'lar, murdalar ko'rib turadidan o'zingizdan mukammal bo'lib, bugungi kunda bu sizlarga bola bobo bilan kichkina bobo bilan o'ta ilmli bolalardan bo'lib qoldi-da, cho'ng-cho'ng kitoblarda o'qib o'tadi-da. Yemi şunu qo'llash uchun, shuni jer qaratmash uchun, shu aka-ukalari beken bo'lganlar namozga, mesjidga beken bo'lganlar. Bularni bizga bola bo'lgan bilan biroq ancha damlalarni bostira turgan dengeldagi ilmni oldi-da. Shuning uchun ham beken bo'lgan, o'zimizdan Xudo xolasa chiqib o'tadi. Ilgari men medresada o'qishdan oldin Isroil Maqsim nima qilar ekan. Jumaga bir kattadan borsa, kattadanni qat'u urushib, o'lib qolsam ko'ma turganing yo'q. Ballardan bittasini o'qib deganiga Isroil Maqsim sebep bo'lib men o'qib qoldim-da. Shu o'xshab Xudo xolasa buni adlatda o'qib qoldi. Buni da atasi bilan suylashib o'tiramiz, Xudo xolasa berdi bitsa, ana chet mamlakatlarga chiqaramiz inshaalloh. Ata bir ilmli o'g'illardan qilib qilamiz. Shuning uchun endi buni o'qitgandan keyin biz da beken bo'laylik. Aka-ukalari sizlarda beken bo'lib qoldi. Shuning uchun endi sizlarda beken bo'linglar, barizlar namozga. Bu bayağı اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولجميع المؤمنين. Cenge? Koyuyorken Şurada Çakım duradı mı? Tamam. Maya mam tabii de Bravo. Sağ ol kadar. O'sha yerda turib Makkaga Ka'baga qarab bosmaydi ekanda boshqa yoqqa bo'lsa ketadi ekan. Osmondan mana boyag'ida ichdan besinchilar kishilar o'qishdan tosh olib kelib qo'yganda to'nib boshidan tosh chiqib ketdi. Malaka kim gelip kalktı? Oğuzlar bize kıldı. İşte ektedan gelme. Çaklar. Kaşar yok. Kaşar. Orada oturup almıyor. Sonra gelmiş. Ot otası var da.
Ali, su içesin mi? Sağ olun. Kızılkanlar. Bu elektrikli bardağı da bir deli oldu. O kadar baldarka yapacak. Hesaplayacak şu bereketler. Şubat versini işte ver. Takılıp kan mı? Ya savzar tutkanı. Sattın ona, şu gün toyuzda buna gittin. Çarçısı yapsın böyle kamera getir, tomatı kullanır. Ha? Kaldı varsa? Evet. Yapacaksan böyle. Ulan pişik olak. Yok, koy koydun. Ne buna bakar. Ama aldı, salıverdi de aşk etti. Ya onu aldım, pişik olaydı, basam tuttuk da. Ne teki tulan sonra aldım. Ben de Kaynesi bizden bulan. Karavan Müslüm yedi, sen iyi ver. Gül et be abi. Şuraya koy çıkar. Hazır. Koyda. Toylar kulluğu olsun. Bana şu gelecekte bu olası bu katta jigit bolup bolalı çakar ne verelim şeverleri bolup yürürsün. Sok olasa şu çok olsa sayetke yıprat olsun. Rever bilişler olsun. Allah. Toylar kulluğu olsun. Artıralım ne yok var ki Allah bir şey yok. Sevdik. Bana
Nasi ham bor ekan. To'xta, maydadan olib qo'yay. Tumandab ketibsiz, E'tiroz. Tanishgan ha?